Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed el-Gazzali Hüccetul İslam Bereketul Enam namıyla meşhur boğan. Tarixta İslamның hücceti dep nam algan birden bir alaydı şahs İmam Ebu Hamid el-Gazzali'dir. Biz muş kişiniki Bidayetul Hidayeh Hidayetning muqaddimasi yoki Hidayet qo'llanmasi nomli bu asar bilan tanishib chiqamiz va shundaqla mushu kitobni dars qilib o'qiymiz. Bu kitob o'zining hajmiga oid kichik, ammo bu kitobdagi mazmunlar, fikrlar mo'l mazmunliq. Qolgan bu kitob munosabatli mazmunlarni kitobning o'zidan va shundaqla Abu Hamid al-G'azzaliniki hayotini kitobniki bosh muqaddimasi kelgan vaqtda so'zlaymiz. Bu o'qimoqchi bo'lgan kitobimiz Darul Minhaj Minhaj nashriyati tarafidan nashr qilingan kitob. Bu kitob ham da shu muallifniki, ya'ni Abu Hamid al-G'azzaliniki zamonasiga eng yaqin bo'lgan shu vaqtdagi kitobni asos qilib turib nashr qilgan. Bu Darul Minhaj nashriyati asosan shu Imom G'azzaliniki kitoblarini chiqaryapti bir necha yildan buyon. Muqovalarni ishlab, hatto kitobninki ichida tahqiq masalalarga munosabat ko'p ishlab qilyapti bular. Bularning maxsus shu tadqiqot organi va cho'ng bir nashriyat organi kitoblarning qimmat. Hamda bu kitob milodiya 2004-yili, hijriya 1425-yili birinchi qatim besilgan bosmasiga asosan shu bosmani asos qilib turib so'zlaymiz. Hamda bu nashriyatniki dunyoda nurg'un davlatlar o'zining tarmoqlari, bash etish markazlari bor. Saudiyada bir necha o'rinlarda bor, masalan. Imoratda bor, Qatarda bor, balkim bugungi kunda Turkiyada bo'lishi mumkin. Suriya, Urdun, Yaman, Angliya, Kuvayt, Bahrayn qatorliq, Misr, hamma davlatlarda asosan bu kitobning setish markazi bor. Bu kitobga ko'ngil bo'lgan, bu kitobni shu murojaat qilib bir necha qayin vaqtdagi qo'lyozmalar selishtirib chiqargan islom dunyosiga mashhur ulamolar bor. Buning ichida masalan hozir bu yerda 7 ulamoniki ism tizimlikni beribdi. Mana shu 7 aylan bu kitobni hozir bugungi kunda shu ro'yobga chiqishiga kuch chiqargan muhaqqiqlar bugungi kundagi. Bundaqda biz kitob biz boshlab ketaylik. Bu kitobningki beshida mush nashriyat qilgan organningki bir kirish so'zi bor ekan. Buni ona tanishib chiqaylik. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi nihoyat mehribon, nihoyat muloyim, Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlaylik. Bu nashriyat organdagilar deydi: Alhamdulillah va salatu va salamu ala sayyidina Rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala. Barliq hamd sanolar Allohga xosdir. Rahbirimiz Muhammed sallallohu alayhi ve sellemge ve bu kişinin aile tavabatlarına ve şundaqla özün sahabe yarellerine bu zatqa ergeşken mümin ve musulmanlarga Allah'ın salami ve rahmeti bolsun deydi. Hakikaten Bidayetul Hidayeh yoki Hidayetning muqaddimasi yoki Hidayet qo'llanmasi nomli bu kitob, Bidayetul Hidayet degan bu ism mush kitobga nisbatan ilbitqa vaqtida nayt o'lchamlik qo'yilgan bir nom. Chunki Allohga urib, yelinib, iltijo qiladigan odamga nisbatan bu kitob bu kishining yo'lini yo'ritadigan bir mash'al chiroqdir deydi. Hamda uzib yemakchi bo'lgan kishilarga nisbatan shirin sharbat, may bog'lagan mevdir. Qag'jirgan, ussigan kishilarni qandiradigan shirin shikar, sharbatdir bu kitob. Kitobning qurlariga qaraydigan bo'lsak, kitobning bu qurlaridan shirin buloqlar etilib turdi deydi. Shundaqla istiqomat jilg'ilariga hikmat kabi o'zining yomg'irlarini to'kib turdi. Bunu kinoyalik gaplar hamda bu. Nimada bo'lsin qat'iyatingizlar. Qandaqmi unda bo'lmasin? Nimish unda bo'lmaydi? Albatta shunda bo'ladi dedi.
Nimishqa? Chunki bu kitobning muallifi avtori Hujjatul Islom nomi bilan mashhur bo'lgan. Bütün olimlarning mash'al chirg'i sanalgan ustoz Abu Hamid al-G'azzalidir. Bu zatning inovati hurmatiga butkul kishilar sallamna deb qo'l qo'yishtirib, u kishiga hammaydan ma'qullik kelishdi deydi. Ya'ni hurmatiga bütün ulamolarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Fazilatli kishilar bu kishining ilm ma'rifatdagi yuksakligiga hammasi ma'qul kelishdi yoki boshlanishdi deydi. Allah subhanahu va taolo bu kishi sababli diniy ilmni qaytadan jonlantirib ihyo qildi. Bu zotning qalami orqali, ilmi orqali atalmış felsefeler vayron bo'lib yo'qoldi. Zindiqlar o'sal holiga tushib, ular chekindi, mag'lub bo'ldi dedi. Bu kitob o'zining ayti hajm kichik, hamda kichik bo'lsa-mu, bu kitobningki unumi ayti zo'r, mazmuni bir-biridan ayti sarxil. Buningdan balkim manfaatlarini ayti mo'l. Buningdan bir Allah subhanahu va taoloning bir ilohiy, rabbani bir ilhomlarni ko'rib olib bo'ldi bu kitobdan. Biz bu kitobning qurilishini shundoq nazar solgan vaqtimizda bir ixlos nuri chaqnaydi-da bu kitobda. Ham shuning asosan bu kitob butun shu musulmonlarning hamroyi, o'quvchilarning bir yetakchisi, taliblarningki bir mash'ili, taqvodorlarningki bir suhbat qildigan doimlik o'ziniki bir yanchuq kitobi bo'lib qolsa bu kitob. Chunki unda bo'lishida bu kitobningki asos mazmuni bir musulmonga nisbatan ilib etgan vaqtida musulmonning dastlabki o'rganish tegishli bo'lgan muhim bir asosiy bilimli borda. Bu o'qirmanni hamda o'zi hidoyat gulzoriga ilib bordi. Bu ham qanday vaqtida degan vaqtida hamda tavfiq chirg'i yo'rg'an vaqtida. Ya'ni qalbda bir chiroq imonning nuri hosil bo'lgan vaqtida o'qiganda masalan odamni hidoyat bog'chilarga gulzorga boshlaydi deb shunday deydi. Bu kitobniki men ostida miyada kichikina Abu Hamid al-G'azzali haqida Ibn Najjar degan bir ulamoning so'zi to'xtalibdi. Ibn Najjar ayni vaqtida o'tgan Hijriya 6 va 7 asrda o'tgan davonliq shu vaqtdagi hofizlardan, imomlardan bo'ldi. Bu zatmi shu Nizomiya madrasada, ya Saljuqiylar davridagi maktablarga o'zining yozgan kitoblarini vaqf qilgan. G'azzali haqida bu odamning mundaq bir so'zi bor ekan. Imom Abu Hamid al-G'azzali mutlaq deydi. Ma'lum bir shahar yoki ma'lum bir doiradagi ulamolarning bahosi emas bu, mutlaq deydi. Bütün faqihlarning imomi. Ummatning deydi. Birdek Rabbani alimi deydi. Rabbani degan gap bu bak odat gap emas. Bu xudogo'ydi degan mazmunda gap bu. O'z davrining mujtahidi, chirg'i deydi. Mazhab, ya'ni Shafiy mazhabda bu odam, Shafiy mazhabda utuq qozongan. Ajoyib. Usul masalalarda, ixtilofiy masalalarda, dialektik masalalarda, mantiq, logika masalalarda, hikmat, falsafalarni o'qib yetib etgan. Faylasuflarning ayni vaqtdagi hakimlarning so'zlarini tushunib, ularga hatto raddiya bergan deydi. Qattiq zaki, his tuyg'usini kuchli, o'tkir aqlli odam edi deydi. Bütün ilimning cho'nqur ma'nolariga cho'kkan buyuk ulamo dedi. Buni Imom Zahabiy rahmatullohi alayh Siyar-i A'lamun Nubala nomli mashhur asarda Ibn Najjarniki bu so'zni keltirgan. Biz bu kitobniki hamda mayli sharhda bo'lsin, mayli g'arbda bo'lsin, uningdan boshqa mayli ijobiy, mayli salbiy tarafdan bo'lsin, qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz ulamolarningki qalamlari bu kitobning matnlarida yugurib ketgan dedi.
Bunda degeni bu kitabını köçüreş üçün, ügünüş üçün aynı vaqtida ulamalar talash tartışib chiqib ketgan. Chunki bu kitobning hamda cho'nqur ma'nilarini bayon qilish uchun, uningdagi xilma-xil foydalarni, hikmatlik mazmunlarni chiqarish uchun, masalan, bular qizib chiqarish uchun bularning qalamlari shu yerga sunilgan. Endi bu yerda mayli salbiy bo'lsin, mayli ijobiy bo'lsin degan so'zdan G'azaliyniki kitoblari Andaluslarda kuydirilgan. Maliki mazhabniki tarafdorlar tarafidan ayni davrdagi masalan G'azaliyni xato tushunish taraf bo'lib, Andalusda, hozirgi Marokash Mag'rib tarafida, Tunis tarafida G'azaliyning butun kitoblari kuydirib tashlangan. Shu maqsad qilgan bo'lsa kerak bu yerda. Endi kitob yozish masalasiga kelsak, turli tasnifot, ta'lifotlarni yozganlarni aytib ko'p tarixda. Lekin ham ash yozuvchilarning ichida hamda sanoqli ulamolar oldin qatorda turdi. Bularning ichida G'azali bor hamda. G'azali bu jihatda ilib o'tgan vaqtida ko'zi ko'ringan shu bayon bobining chavandozi bo'ladi. Bu tangtushlardan shu vaqtida bu odam eshib ketgan, qurdoshlaridan eshib ketgan bir qalam sohibi bu o'tkir. Hatto shu o'z davriniki musulmon faylasuflardan Faxriddin Rozi degan kishi G'azaliga baho berib mundaq degan: Allah subhanahu va taolo dunyodagi butkul ilmni bir gumbaz, bir do'nglikka jug'lab, shu yerda G'azaliga buldiga o'xshaydi bu bilimni degan. Bu nima degan vaqtida G'azalining bilimining mo'lligiga qarab aytilgan baho bu. Biz endi tövanda islom dunyosida bir qism kishilar tarafidan to'g'ri tushunilmagan bir so'z bor. Biz buni izohlab o'tishga tegishli hamda. Hujjatul Islom G'azali o'z vaqtida o'zining bir muhim bir so'z bor bu jihatda degan. Mening shu hadis ilmida bildigan bilimim sal cheklik, azdur degan. Bu so'z ham keyingi mezgillarda G'azaliyniki dushmanlari yoki yoqtirmaydigan odamlar tarafidan hamda xato tushunilib, bundan G'azaliyniki o'z obro'yini tushiradigan avvalo kelib chiqqan bundan. Amaliyotda bu so'z Imom G'azali rahmatullohi alayhi buni kamtarlik nuqtasidan degan gap bu. Amaliyotda biz tarix qarab baqsak, har qanday bir imomlar, masalan, olimlar, mening bu hadis ilmida ilmim komil degan ulamo bormi? Yo'q. Qancha masalan Imom Buxoriydek olim bo'lsa, men hadis ilmida cho'qim kamolatga yetdim, men mutlaq demaydi. Va kim men bir ilmni kamolatga yetdim deb o'zidan so'zga jur'at qila oladi? Hech kim jur'at qila olmaydi. Biz hamda mushu esil zotlarningki tarixini o'qigan vaqtimizda ular Allohning oldida adab bilan, hurmat bilan har qanday ilmni shu Allohning fazli rahmati bilan erishganligini, Alloh bo'lgan o'zing miskin, kamtar holatni ifodalab, mushtaq so'zlarni deydigan ulamolarni uchratamiz. Bu orqali bular o'zinki erishgan narsalarniki hammasini Allohga nisbat berish, Allohga tavba qilish orqali o'zing kamtarligini, Alloh bo'lgan o'zing muhtojligini ifodalaydi buningda. Undaqda bu tövendeki oyatniki ifodasini topgan bo'ldi. Alloh Qur'oni Karimda deydi: "Sizlar ozgina bil ilmga erishdinglar" dedi. Qancha bilarman Allohim bo'lsinmi? Bu oyat dalil isbot. Sening bilgining ozg'in narsidir. Allohning ilmidan bilgining ozg'in narsidir. Shunlashqa hamda mushu kishilar yo'q, ayni vaqtdagi ulamolar, katta bilimdorlar o'zining mush hurmat sazovarga erishishi sababi mush kamtarligi, Xudo bilan bo'lgan munosabatining noiti tuvan miskinlik holatida bo'lganligi uchun hozirgidek masalan ta'riflanayotgan yuqori maqomga erishgan ular. Jumladan Imom G'azali bularning tipik misoli yuqori ulamolarga mos keladigan tipik bir misol bu odam. Inson o'zinki Allohni haqiqiy tonigan siri, Alloh bo'lgan tonish oshgan siri o'zini noiti kamtar, o'zini hech bir arzimas
bir haqir, xasis holatda to'naydi o'zini Xudoning oldida. Endi ilmda bildigan narsalar cho'nqurlashgan siri, bildigan ma'rifatlar kengaygan siri, bunda odam o'zining ilmini texmi to'vanchoqlaydi. Hech narsa bilmaydigandek his qiladi hatto bunda odamlar. İmam Şafii rahmetullahi alayh shunday deydi. Men mushu she'rniki mazmunlam deb o'tayli. Mush davrimda deydi. Zaman, davr menga ish o'rgatgan siri o'zimni tixnaytib bir kamaqil ekanligimni his qilib ketyapman. İlim irfan ügünüp ilimde xili bir makamga yettim deb ilimni tarafdan ilim izlengen siri bana o'zimni texim bir nadandek his qilyapman degan. İmam Şafii rahmetullahi alayh bu yerda nəhayət obrazlı holatda yaxshi sifatlagan bu yerda. İlimde izlengen siri o'zini inson nəhayət bilmas his qiladi. İmam G'azali rahmetullahi alayh İslam tarixidagi eng yorqin, go'zal oltin davrda yashagan odam bu. Bu davrda nəhayət nurg'un ulamolar, mujtahidlar, nurg'un katta buyuklar maydonga kelgan. Faylasuflar, olimlar, zohidlar bilan to'lgan davrda bu vaqtlarda. Shunda bo'lishi qaramay hamda shunda bo'lsa, butun shu davrdagi ulamolar o'zini yana G'azalining oldida o'zini G'azaliga topshirgan. G'azalida ilm o'rgangan. Ilm chulurini G'azaliga topshirgan bular. Afsus biz nəhayət bir pasat bo'lgan bir davrlarda yashayapmiz. Bugungi bu davrda nəhayət biz jur'atimiz yeshib ketdi. Biz qo'rqmas bo'lib ketdik. Bala musibat, pasat nəhayət ko'payib ketdi. Mushunga o'xshash katta allomalarni, buyuklarni, ya'ni ayblaydigan odamlarni biz davomli uchrab turamiz. Bularni tillaydigan odamlarni bu davrda, bugungi zamonda yana bor. Amaliyotda bunda odamlarni ayblaganlik, amaliyot o'zini ayblaganlik. Bunda ayblagan odamlar cho'qim bilimsiz odamlar. Yoki nadonlik yo'shirgan bu odamlarda. Hatto shoir bundaq deydi. Masalan bir odam bir taq ustigan bo'lsa, taqni izibdi yoki toshni izibdi deb. Toshga hech qanday ziyni yo'q. Ya'ni ziyon kimga? Ustigan shu taq taqsining mungiziga ziyon deb shunaq degan bu she'rning mazmuni shu. Demakchi bo'lganda shunday taq kabi odamlarga aytsang, o'zingni tushirsa, odamlarni tushirolmaysan. Demakchi. Arab tilida bir masal maqol tamsil bor. Ilmi oz odamning tanqidi ko'p bo'lar deb. İslam tarixida endi shu asosan shu davrdagi ulamolar hamda İmam G'azali rahmetullahi alayh Hujjatul Islam shu 5-asrniki mujaddidi deb qaralgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi var. Bir her asrniki bir mujaddidlari, dini islohotchilari bo'ladi degan. Mana İmam G'azali rahmetullahi alayh 5-asrniki dini mujtahidi bo'ladi. Islohotchisi bo'ladi. Bu ma'lum bir rayonning emas, butkul dunyo musulmonlarining. Hammamizga ma'lum hamda mujaddid degan qanday odam desa, ilm ma'rifatda ma'lum bir cho'qiga yetgan odam bu. Piramida shaklidagi bir cho'qiga yetgan. Tövendeki ilimdarlarının hammasi shuni o'ziga ustoz tutgan odamni biz mujaddid deymiz. Bo'lapmi hamda shu shariy ilmlar, hadis ilmlari masalan-chu, mushunday munosabatli ilmdagi eng oliy ilmdor kishini ko'rsatdi. İmam G'azalininki hamda hadisni bilish tarafi nəhayət ozdi, hadisni oz biladi deyishimiz amaliyotdan, reallikdan to'liq yiroq avval bu. Bu kitobni tahqiqlagan odamlar Tajiddin Subki'ninki bir so'zini keltiribdi. Tajiddin Subki mo Shafiy mazhabiniki dağınıq ulamolardan biri. O'zi ayni vaqtida shu Misrda, Shamda qozilik mansibi bilan shug'ullangan. Ibn Kasirning zamonasida yashagan, Mamlukiylar zamonasida amal tutgan bir qozi bu kishi. Hamda Tajiddin Subki'ninki
nəhayət bir əhmiyyətlik, bir esil bir sözü var. Bu sözü hem de şu aynı vaxtdaki ulamalarni tanış, ularning ilmiy darajasini, o'rnini bilish haqida büyük bir qoidani o'tirib qo'ygan. Bu odamniki Tabaqat Shafi'iyya nomli bir kitobi var, nəhayət məşhur İslam dünyasida hozirmi. Bu zat deydi hem de bir yerda bir adam hem de ilimde özlüğümü yukarı bir adamniki darajasini bir bilsem bo'ldi deb qolsa, bu bir aqlga, bir o'tkir bir tushunchaga, fahmi idrokka munosabatli ishlar. Aql orqali farqlantiradigan gap. İdrok orqali, his tuyg'usi orqali, o'tkir his tuyg'usi orqali buni hukm qiladigan gap. Endi G'azzaliyninki ilmi nəhayət çoğunqur. Endi G'azzaliyning miqdarini, G'azzaliyning ölçümünü ölçəydigan adam aqli nəhayət o'tkir, aqli komil adam bo'lish kerak. Men deyman deydi adam. Endi aqlliq bo'lish bilan birga darajasini o'xshash bo'lish kerak. Yaqin adam bo'lish kerak darajasi deydi. Boshqalarninki boshqalarga baho berish uchun Ayşı'nın olan yakın bulaş gerek. İlmi derecede yoki aklı tam buluşudan birge. Undaqda G'azzaliyning qadr qimmatini, G'azzaliyning o'lchimini pichoqlaydigan odamlar G'azzaliydan keyin kelganlar G'azzaliyning o'lchimini pichoqmaydi. G'azzaliyning ilm miqdorini belgilayolmaydi. G'azzaliydak bilimlik bo'lmay turib G'azzaliydak ilimlik adam kelib boqmadi undan keyin. İlimlik darajasi yaqin kelgan vaqtida ondan o'zining aqli bilan, tushunchasi bilan, texim yaxshi tushunib, aql orqali farqlantirdi, tushunchasi orqali bu yerda hukm qila oladi. Amaliyotda masalan, hozirgi davrda deydi bu odam. G'azzaliyning ilm yaqinroq qiladigan bir odam G'azzaliyninki qadr qimmatini, o'lchimini o'zindagi ilm miqdori bilan, o'zidagi ilm o'lchimi bilan tanıya oladi. Herkesmi G'azzaliyning o'lchimi bilan tanıya olmaydi. Buna muhim bir gapni qilibdi bu Abdur bu yerda. Endi G'azzaliydan keyin G'azzaliydak ulamolar Ibn Qayyim Javziy deymiz, Ibn Taymiyya deymiz. Bular kelgan. Amerika yanıla G'azzaliyninki yana o'xshamaydigan taraflari xili bor. Nurg'un ulamolarga o'xshamaydigan taraflari bor. Masalan, bular ixlos jihatda o'xshamaydi, hech qanday bir o'xshamaydigan bir historiya kitoblarda Qarzaviy shunday degan bir kitobida G'azzaliy o'zining kitoblarini qanchalik bir ixlos bilan yozgandiki, hangtan qolimiz ajoyib odamga ta'sir qiladi degan. İmam G'azzaliy rahmetullahi alayhi o'ziniki fiqhdagi mazhabi Shafiy mazhabda. Lekin Shafiy mazhabda bo'lsa-mu, masalan shu vaqtga Hanifi, Maliki mazhabiga o'xshamaydigan bir mazhab bo'lsa-mu, bu odamniki mazhab tutmagan yo'li bu odamniki. Bu G'azzaliyniki hamda ibodat usullari yoki shariatni cheklagan masalalarga nisbatan ilib etgan vaqtida, ya'ni birdaklikni saqlab kelgan bu odam. Bu yerdagi mazhab o'xshamasligi yana yo'qolib ketaylik bu yerda. Bendining Xudo bilan bo'lgan munosabati, bendining bandalar bilan insonlar bilan bo'lgan munosabat masalalari yana mazhabga biqindigan bu masalalarni, muomil masalalarini. Mana bu kitobdagi keng bir nuqta. Bu kitap bu Bidayatul Hidoya degan kitobningki mazmunini biz texmi cho'nqurlab chiga vaqtimizda bu kitobningki taqsimot bo'linishiga qaragan vaqtimizda mushtarak bakrak ko'zga ko'rindi, ko'zga chiliqdi. Amaliyotda islom dunyosi, islom ummati bir necha xil mazhablarga ergashgan taqdirdami, amaliyotda mushu yuqorqi deyilgan masalalarda hammasi birdaklikni saqlab kelganlik. Cheklangan masalalarda bo'lsin, muomil masalalarda bo'lsin, bular o'xshash yo'l tutib kelgan asosan. Biz shuning uchun kesib aytolmaymiz, bu kitob har qanday bir taqvodor musulmonniki talab orzusi. Buni har qanday istisno qilmaymiz. Har qanday mazhabniki ergashgisi bo'lishidan qat'iy nazar har bir musulmonga munosib keladi deydi bu kitob.
Onun üstüge İmam Hüccetül İslam Gazali rahmetullahi aleyh bu cemiyetshunoslik ilmida bo'lsin, mayli psixika ilmida bo'lsin, bu jihatda buna ko'rinarlik bir ustoz, bir alloma, bir ustoz bu odam. Qanday davolashni biladi, kasalni biladi bu odam. Xilma-xil o'zgarishchan insonniki shu ruhiy holatlarini his qilib yetalgan, toniy olgan bir odam. Orliqda men pastda sharida Tajiddin Subkiniki bir so'zi aldiraqchalik qilibdi. Bu odam debdi men Shayx imomni menda anglagan deb. Shayx imomga o'zining dadisi chunki Tajiddin Subkiniki dadisimi Mamlukilarniki shu Sham va ayni vaqtdagi Misrda Mamlukilar zamonasidagi qozi bo'lgan odam bu. Bu odam shunday debki, bir odamniki qadr qimmatini, o'lchimini faqat shu darajasi o'xshash odamlar yoki orlishbaqa odamlar bilalaydi. Yani başkalarının miqdarini bilish uchun shu odamdagi bor miqdor shu odamda bo'lish kerak debdi. Va Tajiddin Subkiniki dadisi rivoyat qilayotgan masala bu. G'azali rahmatullohi alayh o'ziniki qalbi bilan ko'radigan odam bo'lg'achqa, odamniki nafsining o'zgarishchan holatlarini, xilma-xil jarayonlarini yaxshi bilgachga, shu nafs kasal, qalbi kasal odamlarga o'lchamlik davolarni, dorilarni, reseptlarni yezib davolay oladi bu odam. Bu odamniki bu jihatdagi nazariy bilimlari mayli musulmon dunyosida bo'lsin, mayli g'ayri musulmon dunyosida bo'lsin tadqiq qilinyotdi. Men mush munosabat bilan bir nuqtani eskartib o'tay. Qashqarda bir danglik bir doktor vati vrach. Biz buni bilan yaqin munosabatda o'tirdik. Yaxshi bola edi, besh namoz, solih. O'zi shu doktorlikda Singapurda o'qigan. Bir qatam men shu Singapurda bir cho'ng bir yig'in qatnashib qoldim dedi. Mush dunyodagi danglik psixik doktorlarningki yig'iniga qatnashib qoldim. Maktabningki o'rinlashtirishda bo'lgan ekanda, bu Germaniya, Italiya, dunyoning mashhur universitetlaridan kelgan professorlar ekan dedi. Bularning o'sha yerdagi psixika munosabatli yig'inti dedi Singapurda. Qarsam bu yerda G'azalini tonishtirish bilan jiqlari ularning hamisi asosan degdek g'ayri musulmon dedi, ya xristian, ashta ulamolarda. Qo'lsam bular hammasi G'azaliningki psixika nazariyasini tadqiq qilyapti, shu yig'in ekan dedi. Men hayron qilib, bu bir musulmon olimga, bu musulmon olim tursa, bu bir faqih adam tursa, bu mujtahid. Bu qanday psixik ustoz bo'ldi desa, shu g'arbning olimlari shu vaqtida deb berdi dedi. Haqiqiy psixik olimi G'azali. G'azalining psixik nazariyasini biz g'arb dunyosida hozir qadar o'rganyapmiz. Haqiqiy psixologlarning ustozi deyishki bo'ldi deb shuna dedi. Shuning yog'i men G'azalining kitoblarini yoqtirib izlab o'qiydigan bo'ldim deb bergan. Bu 2013-14lardagi bo'lgan voqealiklar Qashqarda. Hamda Hindistonniki mashhur olim Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayh G'azaliga baho berib bundoq debdi. Hamda Abul Hasan Nadaviyniki bir 4 qismlik bir kitobi bor. Mana islom tarixidagi danglik mufakkirlar mazmuni yozilgan. Buning ichida G'azaliniki tariximi yoritilgan. Balki shu kitobda deyilgan bo'lishi mumkin. Endi bu odam debdi, bu yerda Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayh Hijriya 5-asrninki yarmiq kelgan vaqtida islom dunyosiga Alloh subhanahu va taolo bir gigant bir olimni Alloh rizq qilib bergan dedi. U bo'lsin G'azalidir. G'azali yegani bir shaxs o'z davriniki. Mustaqil fikr egisi. Ta'sir doirasi nihoyat kuchli. Fikri nihoyat sog'lom. Aqli nihoyat vaznlik. Ra'yi o'tkir. Fikri nihoyat cho'nqur. O'ziga ishonadigan olim. G'azali o'zining xilma-xil cho'nqur tadqiqotlari orqali mush axloq nuqtasida mush axloq o'limalari ichida birinchi qatorda tura oladi.
Onun sizge ahlak babıda keyingi devirde tadqiq qildiganlarniki ulgisi, manba sanıldı. Psixik ilmida yani bir manba xarakterlik ulama. Bu jihatda izlangan tarixchilar uchun bu odam yana birinchi qil manba dedi. Birinchi qul manba dedi. Haqiqatan sheksiz G'azzali islom tarixidagi gigant yutuqlardan aqlına ait kamil bo'lgan islom tarixidagi nayt katta mufakkirlardan sanıldı. Meyli G'azzali to'g'riliq nima deyilishdan qat'iy nazar bu zatning ixlosi shaq qilishga o'rin qo'ymaydi. Himmetning oliy yuqurligi odamni ta'sirlantirdi. Hamma ilmda kamolatga yetgan deydi. Hamma ilmda izlanganda, hatto dushmanlarning ilmlarini egallab shu orqali bu odam o'zgaradi deya beralgan. Bu haqiqatni tepish, haqiqiy ishonchni tepish yo'lida oliy himmatli odam edi deydi. Oxiratni izdigan vaqtida bu nihoyat himmatlik. Bu barliqning bütün nishonini tep chiqqan odam bu. Dunyodagi nurg'un odamlar tarafidan odamni gangirtib qo'ydigan, hurmatiga sazovar qiladigan bir ulug' bir shaxs bu odam. Bu odamning qoldirib ketgan kitoblari, ilmiy meroslari bu islom tarixidagi nayt büyük bir boyliq. Bunun qimmatini sal chaqlig'i bo'lmaydi. Har qanday davrda G'azzalining kitoblarining ortiqchiligini biz inkor qilib bo'lmaydi. Buni qilgan odam nankor. Ammo shu so'zni Abul Hasan Nadaviy rahmatullohi alayhi qoldirib ketgan. Bu nayt yaxshi berilgan baho bu jihatda. Bu yer biz hamda qistirib o'tsak, G'azzali rahmatullohi alayhi bu muallif umum kishilar foydalana oladigan, hamma odamga nayt zo'qiga mos keladigan, o'z nayt ixcham, o'z yengil bir programma tuzib chiqqanda, bu hamda xilma-xil kishilarnikiga zo'qiga yani mos keladigan bir o'lchamli kitobda bu programma. Onun sizga bu bir kecha kunduzi yuz beradigan ibodat bo'lsin, insonning o'zi bilan bo'lgan kishilik munosabati bo'lsin, yoki boshqalar bilan bo'lgan muomala doirasi bo'lsin, mushularni o'z ichiga olgan. Hamda Alloh taolo bir insonni muvaffaqiyatga erishtirsa, masalan mush kitob orqali bu tatbiqlash nihoyat o'ng'ay. Odam o'ziga nihoyat o'lcham qilib olgandek bir kitob bu. Allah subhanahu wa ta'ala'nınki tevfiki bilen biz muş kitapninki asli bir nusxasını bir tepip aldık. Bu kolumuzdaki nayeti kem tepildiğen bir hazine. Bu kitapninki aynı vaxtıda nurgun hatalıkları, basmaları nayet köp besilgan bolsa mu, abdur yazgan şekildeki çıkırış için biz tirişip kaldık bu da. Çünkü ölçemlik nusxasını tapkanda bu da. Hicriye 596 yıl yazılgan bir qo'lyozmani uchirtib qoldik deydi. Bu nashriyatniki degan gapmi? Bu Abdulaziz ibn Hibatullah ibn Asakir degan kishi yozgan ekan buni. Undaqda bu Abdurniki davriga yaqin. G'azzali Hicriye 500-yillar o'lib ketganda shu atrofda. Ya'ni bu G'azzali o'lib ketib 90 yildan keyin ko'chirilgan nusxasini tepdi bular. Undaqda G'azzaliniki davrga eng yaqin nusxasi shu undaqda. Hamda u kitobda ba'zi bir qo'shilmalar bor. Azroqlik sharidak narsalar bor. Ba'zi mashhur kishilarniki azroq bir tarixlar bor. Undaqda bu kitob shu ayni davrda islom tarixida nurg'un ulamolarniki olqishiga erishgan nusxasi ekan. Hamda texim biz bir cho'nqurlab, mush kitobni sog'lom pet chiqarish uchun biz terishib hamda bu kitobninki bir necha xil qo'lyozmalarni yig'dik deydi. Bir-biriga silishtirish orqali bu kitobdagi butkul o'zgarib ketgan taraflari, xatoliklarini bir-biriga silishtirib, eng sog'lom shaklda kishilarga, o'qirmanlarga sunib turyapmiz. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohga tashakkur etamiz. Mana
Darul Minhaj neşriyatı bolsa hürmetli okurmenlerge en işençlik retlengen tüzütülgen bu kitapni keng okurmenlerge sunmakçı en güzel en çıraylık şekilde bu kitaplarını sunduk. Tevfik Allah'ın elikidir dedi. Yani Hicriye 1424 yılı Rabiul Avval'ın oşkisi ciddide yazılgan dedi. Mağut tahqiq. Ondaqda neşriyat tarafından deyilgen sözümü biz tüktüp bulduk. Allah kalırsa inşallah biz bu da katımlık dersimizde dersinin kitabının özü kirip kütümüz. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.